Bel, oyoq og'riq 10-15 yildan beri qiynab keladi. Kelib samarali davolandim mana. Bel, oyoq og'riq 10-15 yildan beri qiynab keladi. Uning ustiga 2 yildan buyon tanamda tarvaq kasalligi bilan aziyat chekaman. Hamma tanamga chiqib, o'tda haligi qovog'ari chiqqanday ishib, qichitib azob berardi, bez tashlab yuborardi. Ko'p klinikalarda davolanganman. Bunchalik samara bermagan. Shu Anur klinikasini kelishdi, farzandlarim tavsiya qildi. Kelib samarali davolandim mana. Zinapoyalardan chiqsam ham sirab to'xtab 2 qadam yurib chiqardim. Hozir Allohga shukr, bittada zinapoyalardan ham chiqib tushib, chiroyli bo'lib yuribman. Tarvoqlardan qutuldim mana. Anur klinikasiga kelib samarali davolandim. Mana meni yonimda bir qiz yotdi. 5 ta joyida grijasi bor ekan. Allohga shukr. Anqalab kelib mana oyog'imdan yurib dikkilab chiqib ketdi. Shunday grija bo'qoqlarni ham davolab chiqarishyapti ekan. Men sizlarga ham kelib Anur klinikasiga davolanishni tavsiya qilaman. Tanlovda hech qachon adashmanglar. Bu yerga kelib men adashmaganimga iqror bo'ldim. Anur klinik aynan siz shifo topadigan maskan.